Shu uyimizda zararliga sotilyapti desam ishonasizlarmi? Faqatgina srochniy pul kerak bo'lgani uchun. Siz bu xonadonimizni necha pulga olgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentga yozib qoldiring. Uyimizning fasad qismi va mayda-chuyda kamchiliklari 100% bitkazib beriladi. Podvoli, yaxlit, uyimiz 1.7 sotixga qurilgan 3 qavatli xonadonimiz. Birinchi qavatning o'zida bitta katta mehmonxona, yotoqxona, bitta katta yuvinish xonasi hamda oshxona joylashgan. Ikkinchi qavatida bo'lsa yana 4 ta xonasi bor. Xo'p, umumiy hisobda xonadonimizda 6 ta xona bo'lyapti. Ikkinchi etajda ko'rganingizdek o'zida chiroyli bitta balkoni ham bor. Oynalari, perilalari hammasi qo'yib beriladi. Bu tomonimizga yozgi oshxona hamda tapchanli zona qilish mo'ljallangan ekan. Shuni yonida sanuzel hamda kotelning xonasi joylashgan. Yana kelishtirib berildi. Shundan Nazarbek harakati yangi mostdan 300 metrlar atrofida kirganimizda shu xonadonimizda joylashgan. Kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Bu joyimizga 24 soat suv kelib turar ekan. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda narxiga arziydimi, nima deysizlar? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Arzisa bitta like bosib, yaqinlarga tez jo'natib qo'yamiz.